Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kayfiyatlar konsertdan so'ng Zo'r, rahmat. charchoq yo'q. Bor endi ozgina charchadim. Bilmayapti? Endi ko'rsatmayman-da. Kutganingizdek bo'ldimi konsert? Endi o'ylaymanki endi yaxshi bilmasam endi bahoni sizlar berasizlar-ku. Yo, biz baho beramiz o'zingizni ko'nglingizdan, o'sha ssenariy bo'yicha zo'r ketyapman dedingizmi? Endi ssenariy bo'yicha ko'p joy ketmadi baribir. Chunki bu yoqqa chiqqandan keyin o'zgarib ketadi ko'p narsalar. Men o'ylaymanki, lekin maksimum o'sha harakat qilindi. Nima nosamimiy bo'lsa, o'zim avtomatik chopib ketaveraman-da. Samimiy xalq bilan baribir boshqacha. O'sha uchun nosamimiylikni barcha eplolmayman. Shuning uchun harakat qilaman samimiylikka. Rejissyorimizdan uzr so'rayman. Nimadirlarni aytmagan bo'lsam. Ustoz san'atkorlar bugun juda ko'p tanish chehralarni aynan sizning konsertingizda ko'rdik. Bir so'zni aytishdi. Imron oqko'ngil bola, samimiy bola deb. Rahmat. Sog' bo'linglar ustozlar. Konsertdagi eng yoqqan nomer o'zingizga qaysi bo'ldi? Ota-onasi. Umuman oilada, umuman hayotda ayolning o'rni juda katta-da. Endi bu bola chaqada endi tasavvur qiling endi. Erkak kishi bitta o'zi 6 ta bolani katta qilishi, mayli bitta bo'lsin, ikkita bo'lsin, borda, kamdir balkim bunaqa, lekin borda. Bularga qimmat qahramonda bular. Ideya ssenariy bo'yicha gapiraylik shu ota-onasi bo'yicha Imron aka. Aktyorlar juda zo'r tanlangan. Ssenariysiga to'xtalib o'taylik. Qanaqa bu fikrga keldingiz va bugun butun zal yig'ladi? O'zim meni yig'ladimda, birinchi yig'loqligi o'zim qildimda. Endi bu ssenariylar, bular rejissyorimiz anaqa, lekin bu real voqelikda bo'lgan voqea-ku, bor narsa-ku, shu uchun onalariga urg'u berilmadi. E'tibor bergan bo'lsanglar. Bizlar bilmaymiz. Chuqurlashib eshitishimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin. O'shani ham ishonib bo'lmaydi, ko'rganimizda ham o'sha aytadi-yu, yarmiga ham ishonmadim. U yerda qanaqa holat bo'lgan bilmaymiz. Qoralashdan uzoqdamiz. Shuning uchun oliyjanob she'r yozildi, shoirimiz oliyjanob she'r yozdilar. Ayolni yomonlanmadi, onaga urg'u berilmadi, faqat bu yerda otani mehnati qadrlandi shu. U yoqda nima bo'lganini bilmaymiz. Lekin muhimi shunaqa insonlar bor. Tanganing ikki tomoni ko'rildi-da, baribir o'rtada ushlab turdingiz. Albatta, tanganing 3-tomoni ham bor. Shuning uchun bu narsaga bilasizmi 3-tomon borligini? Aytasizmi? O'zizga aytaman. Sahnada ta'sirlanganingizga ko'zimiz tushdi. Aynan qaysi lahza sizni ta'sirlantirdi? Ko'rmasam bo'lmas. Xalq kuylaganida, bilmay ko'nglim to'lib ketdi rosa. Imron aka aytdilar-ku, yangi qo'shiqqa premyera klip konsertdan so'ng dedilar. Qo'shiqqa. Bilmasam, qo'shiqlar ko'p. Mana ovora ota-onasi, ovoramiz bor. Bugungi premyeradan ayol bor. Nimalar qilib qo'yding endi? U ham yangi premyera qildik, klip yo'q hali uni ham. Taxmin qildingiz, mana shu qo'shig'ingizga klip premyera qilinar ekan konsertingizdan so'ng. Juda yuraklarni larzaga keltiradigan, ko'z yoshga sabab bo'ladigan qo'shiq. Rahmat. Rahmat.